Guardiola Abduqodir Husanov haqida dahshat gapirdi. Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Yaqin daqiqalar ichida siz bilan Ekstra Sport kanali. Videolarimizga like bosib, bizni qo'llab-quvvatlayotgan barchaga rahmat. Aynan sizni qo'llab-quvvatlashlaringiz tufayli biz ishlashda davom etamiz. Demak, bugungi dasturimizni boshladim. Bugungi dasturimiz homiysi sizlarga katta bonuslarni taklif qilmoqda. Ekstra Sport kodi bilan 3 million so'mgacha katta bonuslarni qo'lga kiritishingiz mumkin. Shuningdek, kazinoga katta prinsiplarni ham qo'lga kiritishingiz mumkin. Hoziroq video ostidagi havola orqali ro'yxatdan o'ting va Ekstra Sport kodi bilan ro'yxatdan o'tib 3 million so'mgacha bonusni qo'lga kiriting. 1 yil muqaddam Fransiyaning Lens jamoasidan Manchester Cityga o'tgandan keyin Abduqodir Husanov tarkibdagi muammolar tufayli qiyin vaziyatga tushib qolgan shaharliklarning joniga orom kirgan edi. Mana oradan 1 yil o'tib, Pep Guardiola jamoasida himoyachilar tanqisligi yana avj oldi va yana 21 yoshli o'zbek futbolchisi qudratli jamoaning qutqaruvchisiga aylanmoqda. Ekstra Sport kanali Manchester City klubining rasmiy sayti jurnalisti Ledining Pep Guardiola Abduqodir Husanov haqida aytgan gaplarini keltirgan maqolani o'zbekistonlik futbolchi quvozlar e'tiboriga havola etadi. City bosh murabbiy Pep Guardiola Husanovning so'nggi 12 oy davomidagi qanday moslashganidan juda mamnun ekanini ochiq bildirdi. Ispaniyalik mutaxassis yosh himoyachining yoshini va ulkan salohiyatini hisobga olgan holda Husanov Manchester City bilan birga yana ko'p yutuqlarga erishishga mutlaqo shubha qilmasligini aytdi. Husanov yuqori darajali transfer. U Fransiyada yuqori darajada 5 oy o'ynagandan so'ng bu yerga kelgan. Shuning uchun ham yangi muhitga moslashish unga oson bo'lmadi. Lekin men uni o'ziga xos futbolchi deb hisoblayman. Biz juda yuqori himoya chizig'ida o'ynaymiz va orqa zonada u ajoyib o'yinlar bilan jamoaga juda katta yordam bermoqda. Uning o'yin uslubi va harakatlari menga rosa yoqadi. Asta-sekin u to'p bilan ishlashni o'rganib bormoqda. Chunki Abduqodir hali ancha yosh va hali hammasi oldinda. U murabbiy ko'rsatmalariga og'ishmay amal qiladi. Barchasini to'liq va to'g'ri bajaradi. Har doim mashg'ulotlarda jon-jahdi bilan ishlaydi va o'zini ishga 100% bag'ishlaydi. Menimcha u borgan sari tezligini oshirib bormoqda. Husanov ilgari ham tezkor edi, hozir ham shunday va albatta u juda ishonchli futbolchi. Men o'tgan yili ham klubini olib to'g'ri qaror qilganini aytgan edim. Agar u transferga qo'yilsa, Abduqodirning Yevropaning o'nlab yetakchi klublari qo'lga kiritishni islab qoladi. Chunki o'zida topish qiyin bo'lgan ajoyib sifatlar va o'ziga xos xususiyatlarni mujassam qilgan. Hozir Abduqodir Husanov ingliz tilida yaxshi gaplashmoqda. Hamma narsani juda tez tushunadi va ilg'ab oladi. Men uni doim sen o'zing o'ylagandan ham zo'r futbolchisan deb ilhomlantiraman. Haqiqatdan ham u juda yaxshi futbolchi. Uning uzun paslari aniq chiqadi. Raqib himoyachisini yaxshi yorib o'ta oladi. To'pni aniq va tezkorlik bilan uzatadi. Endi unga biroz jasorat kerak. Bunga erishish uchun esa yana biroz vaqt talab etiladi. Husanov yosh o'yinchi, qancha o'ynayotganidan qat'iy nazar, albatta o'z yo'lini topadi dedi Pep Guardiola deb yozmoqda Manchester City matbuot xizmati vakili Nilli. Qadrli do'stlar, siz Pep Guardiola fikrlariga qanday qaraysiz? Albatta fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga esa like bosib ketishni unutmang. Kelasi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.